O'rtoqlar 15-jannat qasrimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Bilasizlar, miskinlar, yetimlar uchun uylar hadya qilishda davom etamiz. Hozir mana bu yoqda bitoy texnikalarimiz ham yetib keldi. Hammaga befarq bo'lmaganlarga katta rahmat deb qolamiz. Bizni qo'llab turgan yaxshi insonlar boringlarga shukr. Va men yana Dilfuza onamning oldilariga keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onajonim, yaxshimisiz? Zo'r, yaxshi. Sog'laringiz yaxshimi? Zo'r, Allohga shukr, yaxshi. Taassurotlar qanaqa? Mana uyingiz ham bitta etib qoldi, xudo xolasa. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, Allohga ming qilib Alloh shukr. rozi bo'lsin. Sizga ming rahmat, o'g'lim. Parvardigorim hamisha qo'llab yursin. Bugun eng xursand qildingiz, voy dahshat. Alloh rozi bo'lsin. Mana bir oy oldin mana shu video olgandik onamiz bilan. Onamizga xudo xolasa yangi uy qurib beramiz degandik. Mana uylari ham xudo xolasa bitib qoldi. Anakay, mo'jiza. Allohga yetib borgan ekan har bitta duolaringiz. Bu haqiqat. Bular haqiqatdan ham jonkuyar, haqiqiy. Alloh rozi bo'lsin. Kambag'allarni o'ylaydigan insonlar ekan. Men to'g'risi telefonda qarab ishamagandim. Lekin rost Uyingiz bityapti, mana qarang, ona. Mo'jiza. Qanaqa taassurot? Mo'jizami bu? Mo'jiza. Alloh rozi bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin, sizdan rozi bo'lsin. Bizni qo'llab turgan kuzatuvchilarimizga, obunachilarimizga katta rahmat, boringlarga shukr. Men to'g'risi butun ehson qilganlar, sizni, Nazar hoji, hammaga hokim bobo, prezident bobomiz, hammalariga mingdan ming tashakkur, rahmat. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Uysiz, joysiz yurardim. Qarang, sizdek insonlar bor ekan, mana uylab bo'ldim. Qarang, bugun xolodilnik, gaz plita, unaqa narsalar ishlatganman. Ishlatganim yo'q. Endi ishlatasiz, onajon. Inshaalloh, qarang, shaharda ichiga kirsam, shaharlardagidek issiq suv, sovuq suvga Albatta. Prezidentimizga ming rahmat. Sizdagi insonlarni qo'llab yurgani uchun Allohga ming qancha shukr. Shunday insonlar boriga shukr. Butun dunyo ehson qilgan insonlar, mo'min musulmonlarni Allohim o'z panohingda asra. Kimga ehson qilgan bo'lsa bizga Allohim niyat qilsa niyatlariga yetib yursin, bola huzur ko'rsin. Rahmat. Amin onajon. Hammasi Allohdan. Umringiz uzoq bo'lsin, ona. Rahmat. Boringizga shukr. Yaxshi insonlar bor, boringlarga shukr. O'rtoqlar, ko'rdinglarmi? Sizlarni arzimagan 20 ming, 30 ming, 50 ming, 100 ming qilgan ehson uylarga bitta katta jannat qasri uyimiz barpo bo'lyapti. Boringlarga shukr. Ana endi keyingi videoda uy ichini polni obzor qilib beraman sizlarga. Sog' bo'linglar.